Yozyovon qishloq bo'laveradi. Endi u davrlar o'tdi. Inshaalloh bu Instagram sahifasini manfaatli bo'lish uchun ochganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, kuzatishda davom etsalaring, men sizlarga tushuntirib o'taman. Oddiy birinchi videoyimiz shunaqa ruchkadan bo'ladi. Bu ruchkalar alyumin romga qo'yiladi. Shunaqa umri qisqa bo'ladi. Bunaqa ko'tarib ochiladi. Bu tashqaridan itarsa ham ochilib ketaveradigan ruchka bo'ladi. Biz bunga bu ruchka endi umuman keragi yo'q. Biz bunga bunaqa yechim topganmiz. Shu yon tomonga ochiladigan qilib qo'yib beryapmiz ruchkalarini. Shunaqa temir mexanizmli bo'ladi. Yopgandan keyin tashqaridan itarsa ham ochilmaydi. Mahkam ushlaydi. Yozyovonliklar uchun shu sahifani ochib manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Kimga qiziq bo'lsa, podpiska bosib qo'ysalaring yoki telefon qilsalaring, kimga zakaz bo'lsa yoki nima bo'lsa, manzilimiz Yozyovon qabristonining oldida, to'g'risida Chorrahadan yurganda, Xonobod tomonga yurganda chap qo'lda keladi. Obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa manfaatli, kerakli videolar chiqarishda davom etamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.